Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda talabalar, qadrli kanalimiz mehmonlari. Siz bilan yana bir marta mana shu ajoyib mavzular yuzasidan ko'rishib turganimizda juda ham xursandmiz. Bu galgi mavzuyimiz ham juda ham qiziqarli hamda juda ham muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda axborot xurujlari va tahdidlari mavzusi bo'ladi. Demak, yaqin davomida, daqiqalar davomida siz bilan qanaqangi xurujlar va tahdidlar borligi haqida, uning ahamiyati haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bizni diqqat bilan kuzatib boring. Albatta, fikr mulohazalaringizni izohlarda qoldirishingiz ham mumkin. Biz boshladik. Ijtimoiy tarmoqlar axborot xurujlari va tahdidlari. Umuman, zamonaviy texnologiya rivojlangan sari ijtimoiy tarmoqlar ham bir ketin rivojlanib bormoqda hamda bizning ehtiyojimiz bo'yicha, hamda talabimiz bo'yicha ham o'z ma'lumotlarimizni turli xil platformalarda, turli xil joylarda albatta olish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Ammo biroq bu platformalar orqali amalga oshiriladigan axborot xurujlari va tahdidlar ham shu bilan birgalikda ortib bormoqda. Quyida esa bu qanday muammolar olib kelishi, ularda qanday himoyalanish haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Axborot xuruji tushunchasi. Axborot xuruji nima? Bu ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar, g'oyalar va propaganda orqali shaxslar va tashkilotlarning fikrlash tarzi, qarorlari va xatti-harakatlariga ta'sir qilish maqsadida amalga oshiriladigan hujum turi hisoblanadi. Bu ham kiber hujumlardan biri, xurujlardan biri. Asosiy maqsadi nima bunda? Korxona, tashkilot yoki biror bir firma yoki biror bir jamoatchilik uchun shunaqangi amalga oshiriladigan xatti-harakatki, uni turli ma'lumotlar, g'oyalar orqali to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ma'lumotlar orqali o'sha tashkilot xodimlari, jamoani yoki mana shu jamoatchilikni propaganda orqali fikrlashini o'zgartirish jarayoni hisoblanadi. Ya'ni bu yerda bir manipulyatsiya bor, bu yerda bir qanaqadir propaganda bor. Ozgina qo'zg'alish holatlari yuzaga kelib qolishi mumkin. Quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin. Qanaqa bo'lishi mumkin? Dezinformatsiya, yolg'on ma'lumotning tarqalishi, manipulyatsiya bo'lishi mumkin, jamoatchilik fikrni boshqarish, o'zgartirish, har xil yo'llar orqali fake yangiliklar, o'z manfaatiga xizmat qiluvchi yolg'on ma'lumotlarning tarqalishi, psixologik ta'sir, qoralanish, tahqirlanish, shantaj qilish jarayonlari ham mana shunga misol bo'la oladi. Ijtimoiy tarmoqlarda axborot tahdidlari. Ijtimoiy tarmoqlarda uchraydigan axborot tahdidlari turli xil ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Eng ko'p tarqalganlar quyidagicha. Bunda ham xuddi shu narsa, dezinformatsiya, fake yangiliklar, ya'ni soxta yangiliklar mana odamlarning noto'g'ri qarorlar qabul qilishiga yoki ijtimoiy beqarorlikka sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar. Misol uchun, pandemiya davrida noto'g'ri tibbiy maslahatlar, yolg'on vaksina haqida ma'lumotlar jamoatchilik salomatligiga xavf tug'dirilgan. Dezinformatsiya, fake ma'lumotlar bilasiz, hozirgi kunda juda ko'p tarqalyapti. Hattoki o'zimiz kuzatib turgan o'sha messenjerlar orqali yoki boshqa tarmoqlar orqali ham bitta ma'lumot juda bir omma e'tiboriga taqdim qilinyapti. Insonlarda bir o'zgarishlar yuzaga keltirib qo'yishi mumkin, bu narsa vahm uyg'otishi mumkin, qo'rquv uyg'otishi mumkin. Qolaversa, quvonch ulashishi ham mumkin, qanaqadir bizga yoqadigan ma'lumot bo'lsa. Lekin aynan mana shu ma'lumot hech qancha vaqt o'tmasdan turib bizga fake ekanligi, yolg'on ekanligi haqida ham ma'lumot kelyapti. Bu bilan bilishimiz mumkinki, demak, fake ma'lumotlar hech qanaqangi vaqt kutmasdan turib tezgina tarqalishi mumkin. Biz esa unga ishonib qolishimiz mumkin. Shu xabarga qarab xatti-harakat amalga oshirishimiz ham mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Dezinformatsiya, yolg'on ma'lumotlarni tarqalish. Bu aynan nima? Fake yangiliklar, fotomontaj va video montaj, clickbait tizimlari. Fotomontaj, video montajlarga aytib, vizual manipulyatsiya orqali odamlarni aldash. Misol uchun, sizni shaxsiy identifikatsiyangizni aniqlovchi rasmiy yuzingizdan foydalangan holatda biror bir montaj ishini amalga oshiradi hamda sizni obro'yingizni to'kishi mumkin. Qolaversa, sizni tahqirlashi mumkin. Sizni boshqalar oldida uyaltirish holatlari ham keltirib chiqarishi mumkin. Hattoki buni sun'iy intellekt ham qilishi mumkin. Shuning uchun buni himoyalanish choralarini ham o'zi aytamiz. Bunda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Clickbait tizimlari, noto'g'ri sarlavhalar bilan ko'proq o'quvchilarni jalb qilish. Menimcha buni YouTube tarmog'ida ham ko'p ko'rgansiz. Demak, ekranda bilasiz, obloshka qismida, yuz qismida mashhur san'atkorning rasmi, mashhur shaxsning rasmi yoki qanaqadir bir insonni o'ziga jalb qiladigan bir rasmlar, tasvirlar orqali o'sha videoni ko'rishga undash holatlari hisoblanadi. Clickbait yana mana shu hisoblanadi. Bosish evaziga, e'tiborni jalb qilish uchun yolg'on sarlavhalardan foydalanish evaziga. Shok xabarlar, dahshat xabar, buni eshitdingizmi, endi nima bo'ladi degan xuddi shunga o'xshagan g'alati bir so'zlardan, sarlavhalardan foydalanish.
propaganda va manipulyatsiya. Jamoatchilik ma'lum bir yo'nalishga burish uchun ataylab targ'ibot materiallarini tarqatish. Misol uchun, siyosiy voqealar atrofida muayyan mafkurani ilgari suruvchi kontent tarqatish, brend yoki kompaniyalar obrazini tushirish yoki oshirish maqsadida noto'g'ri sharhlar yozish, jamoatchilik fikrini o'zgartirish uchun yolg'on statistika va faktlarni taqdim etish. Menimcha bunaqangi holatlarni menimcha ko'ramiz ko'pincha. Ijtimoiy tarmoqlarda ham yolg'on narsalarni, boshqa umuman to'g'ri kelmaydigan narsalarni aytish orqali sizni yoki bizni fikrimizni o'zgartirishga harakat qilish holatlari ham bo'ladi. Biz bunday paytda mana bu rasmda ko'rib turganimizdek fake check qilishimiz kerak, yolg'onni tekshirib ko'rishimiz kerak albatta. Psixologik bosim va ta'sir, social engineering bilasiz, bu kiberhujum turlaridan biri hisoblanadi, yo'nalishlardan biri. Bu foydalanuvchilarning ruhiyatiga ta'sir qilish orqali ularning xatti-harakatlarini boshqarishga qaratilgan hujumlar hisoblanadi. Misol uchun kiberbullying bu ijtimoiy tarmoqlarda kamsitish, tahdid qilish va tahqirlash holatlari oxirgi paytlarda yoshlar o'rtasida ko'p kuzatilyapti. Bu narsa o'sha yozishmalar orqali, kimnidir ishonchga yetkarish orqali tahqirlash holatlari juda ham ko'p. Qo'rqitish, misol uchun shaxsiy ma'lumotlarni tarqatib yuborish evaziga qanaqadir qo'rqitish holatlari yuzaga kelyapti. Doxing xizmatlari, doxing deb ataladi, bu xizmat emas, shaxsiy ma'lumotlarni ruxsatsiz tarqatish, ulardan foydalanish. Ya'ni sizda yoki meni ma'lumotlarim, shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish mumkinligi bu. Albatta shaxsiy ma'lumotlarni ruxsatsiz tarqatilishi bu qonun oldida ham javobgarlik belgilangan. Albatta nafaqat doxingda, balki boshqa yuqorida aytgan holatlar uchun ham albatta qonunchilik oldida javobgarlik belgilangan. Buni unutmasligimiz kerak. Shantaj va fitna uyushtirish, foydalanuvchilarni qo'rqitish yoki tovlamachilik qilish. Ya'ni shantajni bilasiz, shunchaki fitna uyushtirishdagi gap, ya'ni yo'q bo'lmagan narsani internet orqali ma'lumot olayotgan vaqtimizda bo'ldi deb ko'rsatish, sen qilmagan ishni qildi deb ko'rsatish yoki shunchaki fitna uyushtirish ham mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar axborot tahdidlari, misol uchun nima qilamiz? Ma'lumotlar maxfiyligi, shaxsiy hayotga tajovuz uyushtirish mumkin, albatta tahdid bu. Ijtimoiy tarmoqlarda insonlar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini oshkor qilish mumkin, biroq ushbu ma'lumotlar quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin. Masalan, shaxsiy ma'lumotlar orqali firibgarlik, identity theft hisoblanadi, ruxsatsiz kuzatuv va monitoring, foydalanuvchilar odatlarini tahlil qilish orqali ularning qarorlariga ta'sir o'tkazish jarayoni yoki reklama, saylov kampaniyalarida ko'pincha bo'ladi, haligi birgalashib ruhlantirish, qanaqadir umumiy holatlarni ifoda etadigan jarayonlarda kelib chiqadi ko'pincha bu narsa. Kiberjinoyatchilik, firibgarlik. Kiberjinoyatchilik va kiberhujumlar haqida biz avvalgi darslarimizda ham ma'lumot berganmiz, esingizda bo'lsa. Bu yerda ham aynan phishing hujumlar nima ekanini, soxta veb-saytlar, xabarlar orqali shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish, firibgar lotereyalar va sovrinlar, siz yutdingiz degan soxta xabarlar orqali pul yoki shaxsiy ma'lumotlarni olish. E'tibor qarating, mana shu narsa juda ham ko'p tarqalgan. Messengeringizga ham keladi, misol uchun Telegramingizga ma'lumot keladi sizga, siz yutdingiz, falon narsani yutib oldingiz, sovg'a yutib oldingiz yoki sovg'a yutib olishingiz mumkin bo'lgan narsalar, havolalar keladi, dasturlar kelib qoladi. Biz aniq aytamizki, ularning eng katta foizi, juda ko'p foizi bular yolg'on ma'lumotlar hisoblanadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, hech kim o'z-o'zidan sizga hech qanaqangi sovg'a ham bermaydi, pul ham bermaydi, hech qanaqangi qo'llab-quvvatlamaydi. Bu yerda bir qandaydir manfaat yotmagan bo'lsa. Botlar va fake akkaunt, yolg'on axborot tarqatish jamoatchilik fikrini boshqarish orqali hisoblanadi. Botlar deganda ko'pchilik Telegramdagi botlarni nazarda tutadi. Albatta buni ham aytib o'tib ketish kerak. Kimgadir ovoz berish orqali, qanaqadir qo'llab-quvvatlash orqali botga start bosing yoki mana bu referral sirk orqali kiringlar, start bosib yuboring deydi. E'tibor bering. O'zingiz bilmagan, tanimagan hech qanaqangi botlarga start bermang hech qachon. Chunki uning tarkibida boshqa maqsad ko'zlangan bo'lishi ham mumkin. Ertaga jabrlanuvchi siz bo'lasiz. Tanishingizdan esa xafa bo'lishga imkoningiz bo'lmasligi mumkin. Tashkilot davlatga qarshi axborot hujumlari, davlatga qarshi dezinformatsiya kampaniyalar, korporativ josuslik, terroristik guruhlarga propagandasi. Bular umumiy holatda davlatga qarshi qiladigan siyosatiga qarshi bo'lgan hujumlar hisoblanadi. Ma'naviy hujumlar bo'lishi ham mumkin, to'g'ri hujumlar ham bo'lishi mumkin bu. Ya'ni hukumat imijini buzish maqsadida noto'g'ri ma'lumot tarqatish. Bu qat'iy belgilangan, qonun oldida belgilangan qat'iy jinoyat hisoblanadi bu. E'tibor bering, hamda bularga adashib ham kirib qolmasligingizni istagan bo'lardik.
korporativ josuslik kompaniya orasida raqobat buzish yoki tijorat sirlarini ochib tashlashi mumkin bo'lgan. Ya'ni bir ham reklama maqsadida boshqa bir kompaniyani ham kamsitib qo'yish mumkin bilmagan holatda, balkim bilgan holatda yoki kompaniya o'rtasida raqobatni buzish maqsadida boshqa bir kompaniyani sirini ochish ham aynan mana shunga kiradi. Terrorist guruh propagandasi yoshlarning radikal guruhlarga jalb qilinishi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, har xil yo'llar orqali bizni manipulyatsiya qilib propagandaga uchgan holatda bizni boshqarish ham mumkin. Axborot xurujlari taxtlarni himoyalanish usullari, tanqidiy fikrlar, ishonchli manbalarni tekshirish. Har doim biz olayotgan ma'lumotlarimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. Mana fact checking, ya'ni faktlarni tekshirib ko'rish jarayoni hisoblanadi. Har qanday ma'lumot bir necha manbalar orqali tekshiring, ya'ni bitta ma'lumot kelyaptimi, uni rasmiy manbadan ekanligini tekshirib ko'ring. Biz esa hattoki Telegram kanalimizda Telegramdan kelayotgan ba'zi bir norasmiy bo'lgan kanallarga kelayotgan xabarlarga ham ishonib, hattoki uni boshqa gruppalarga ham tarqatishga sababchi bo'lib qolyapmiz o'zimiz. Aynan mana shundan ehtiyot bo'ling. Tasdiqlanmagan dezinformatsiya, fake ma'lumotlarni tarqatish ham siz sababchi bo'lyapsizmi? Qonun oldida javobgarlikka tortilishingiz ehtimolligi ham mumkin. Clickbait va shubhali sarlavhalarga ishonmang. Aytganimizdek, shunchaki ishonib ketmang. Maxfiy va kiberxavfsizlik choralarini ko'rish. Umuman olganda, qurilmangizga, tizimga yetarlicha parollar, loginlaringiz ham kerakli bosishda himoyalab qo'ying. Ko'p bosishda autentifikatsiyadan foydalaning. Begona akkauntlardan kelgan havolalarga kirmang va shaxsiy ma'lumotlaringizni ulashmang. Chunki klonlangan sayt bo'lishi mumkin, havola almashgan bo'lishi mumkin. Uning ortida boshqa IP manzillar turgan bo'lishi mumkin. Bizning ko'rinishimizga haligi ekranimizda tabiiy oyna chiqadi. Deylik, qanaqa to'lov tizimi chiqsa, bank ma'lumotimizni kiritamiz, karta ma'lumotimizni tasdiqlash kodini kiritamiz hamda o'z qo'llarimiz bilan yomon niyatli shaxslarga kartalarimizni ochib beramiz shunchaki. Ijtimoiy tarmoqlar botlar va trollarga qarshi kurashish, noma'lum akkauntlardan kelgan do'stlik so'rovlarini qabul qilmang. Trollar va botlarni aniqlash uchun ularning akkaunt tarixini tekshiring. Ishonchsiz akkauntlarni bloklash, spam sifatida belgilash. Notanishmi sizga xabar kelyaptimi, unga e'tiborsiz qoling. Bloklang, spam qiling. Shunchaki notanish profillar bilan aloqa o'rnatmasligingizni so'ralayapti bu yerda. Raqamli savodxonlik, axborot xavfsizligi bo'yicha ta'lim. Siz bu haqida biz aytyapmiz, qo'limizga kelgancha kimdandir eshityapsizmi? Keyinchalik men bundan xabarim yo'q edi deyishga haqqingiz yo'q. Chunki televideniya orqali, ommaviy axborot vositalari orqali ham aytilyapti. Ta'lim muassasalarida ham bu ish amalga oshirilyapti. Mahalla, ko'y, jamoatchilik orqali ham bu narsalar targ'ib qilinyapti. Shu orqali ham bilib turib ham agar siz bu narsalarni tekshirib ko'rmasangiz, yolg'on yo'lga baribir ham kirib qolishingiz ehtimoligi bor albatta, sizni yoki bizni. Lekin baribir ehtiyot chorasini ko'rib qo'yishimiz kerak. Yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz foydalanishni o'rgatish, ommaviy axborot vositalarini ishonchliligini baholash, o'rganish albatta bular ham misol bo'ladi. Axborot taxtdan turlari, dost hujumlar, kiber hujumlar, zararlangan tarmoqlar, botnetlar, kompyuter viruslar, dasturiy vositalar. Avvalgi darslarimizda ham bunga menimcha to'xtalganmiz. Ijtimoiy muhandis taxtlari, phishinglar, spoofing boshqalarning avlodlar biz yuqorida aytganimizdek, sizni fikringizni o'zgartirish maqsadida yoki sizga to'g'ridan-to'g'ri yolg'on ma'lumotlar berish orqali ma'lumotlaringizni qo'lga kiritishi mumkin, ishonchingizga kirishi mumkin albatta. Axborotni yo'qotish yoki buzish tahdidlari, ransomware, ma'lumotlarni o'rtada boshqarish, tizim xatolari, haqiqiy tashkiliy tahdidlar hisoblanadi. Ichki tahdidlar, huquqiy muammolar, regulativ talablarni buzish hisoblanadi. Axborot tahdidlariga qarshi kurashish usullari, tanqidiy fikrlarni rivojlantirish, umumiy o'z fikrlashingizni o'zgartirishingiz kerak, maxfiylik sozlamalarni to'g'ri yo'lga qo'yish, kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilish, axborot xavfsizligi bo'yicha ta'lim va xabardorlikni oshirish, hukumat platformalari tomonidan tartibga solish. Umumiy holatda har bitta tizimga kirishdan oldin tizimni o'rganib chiqing, o'zingizning xavfsizlik sozlamalaringizga e'tibor qarating. Xulosa, ijtimoiy tarmoqlarda axborot xurujlari tahdidlari hozirgi kunda juda yuqori darajaga chiqqanligi uchun aynan bu mavzu, mana shu yo'nalish, aytayotgan gaplarimiz va muammolar hozir davlat darajasiga chiqib ketdi. Qolaversa global muammolardan biriga aylanib qolmoqda. Eng yomoni, jabrlanuvchi siz bilan biz bo'lib qolishimiz mumkin. Albatta, ma'lumotlarni doimiy ravishda tekshirishni o'rganishimiz kerak. Ma'lumotlar chekit qilish, ya'ni umumiy tekshirish jarayoniga qo'yishimiz kerak. Olinayotgan ma'lumotlar yoki informatsiyalarni manbasini tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi.
Uyga vazifa uchun savollar sizga shu vaqtgacha qandaydir kiberhujumga uchraganmisiz? Kompyuterni qanday usullar bilan himoya qilish mumkin? Hakkerlar doim yomon ish qiladimi? Shu haqidagi savollarga javob berishga harakat qilib ko'ring. Xo'p, yaqin daqiqalar davomida mana shu ma'lumotlarni sizga aytmoqchi bo'ldik. Qolaversa, bundan boshqa ma'lumotlarimiz ham bor. Keyingi darslarda albatta sizga ulashamiz buni. Ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Albatta, siz ham o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Darslarimiz yoqayotgan bo'lsa, kanalimizdan uzoqlashmang hamda do'stlarga ham ulashishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.